Avazlıq kitap əbditali. Assalamu alaykum hürmetli radyo anlıqçılar. Adabi anlatış programımızda anlaşılığını qarşı alımız. Bugünkü programımızda yazğıcı Turğan Toxtamning Şinjan Yaşlar Ösmirlar Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Nuzugum namlıq tarihi romanının davamını anlatımız. Nuzugum, özünüzge agah bulun. Endi biz kömüge muşukun qalğan mıydı? Bula erlerini azatlığını az degendek, kızlarımız mı gün körsetmeydiğine okşaydı. Qomuş aralaq gün çıxdı, yalğız başqa mum düşdü. Mən nuzukni tutqili, sulun çeriklər çıxdı. Nuzugum, yaraysız. Siz ölüp ketseniz mi? Lekin biz bu cesaretinizde unutmayız. Siz üçün intikam alımız. Kızımni koyup bitin la. İflasla. Xoş aka, nerede bolsaqmı aman bolaylı. Balqanni körüp qalsang, meni uni taqatsiz kutadiganligimni aytdim. Haqiqatan bu it odam qo'rqidek yo'g'on bo'lg'ini bilan ammo yavash ekan. U xuddi Nuzugumning aytganlarini tushungandek oldi ikki putini bukib, beshini uning tizig'iga qo'yib yotdi. Odamlarga qaraganda hayvon bo'lsangmi sen yaxshi ekansan, dedi Nuzugum cho'nqur nafas elib va itning beshini maydasiga besib. Bu chaqda cho'ng yo'lda kelayotgan mo'ng'ullar uduliga yiqilib qolgan edi. Nuzugum endi bu it egalarini ko'rib hovushib ketmasi bo'ladi deb andisha qildi. Otlarni qamchilab o'zaro do'ng parangsa elishib kelayotgan boyirning odamlari ularning udulidan ittik o'tib ketdi. Shu chaqda Nuzugum itning beshini mahkam quchoqlagan peti ko'zini yumib jimmida bo'lib qoldi. Biroq oradan xeyli vaqt o'tganda xuddi cho'q tutib olgan odamdek beshini dast ko'tarib o'zini itdan chetga tortdi. U faqat shu chaqdala o'zi ilgari keyin tonimaydigan itni qo'rqmay quchoqlab yotganidan cho'chib ketdi. It bo'lsa, uning bilan koni tunishdek beshini ikki putining ustiga qo'yib yotadi. Oldi keyniga qaramasdan cho'ng yo'l bilan to'van tarafga ketgan mo'ng'ullar otlarining tuyoq tevishi o'tishiga atrof yana jim bo'lib qoldi. Nuzugum ulardan rost qutulgandimanmi degandek o'rnidan turib mongmoqchi bo'lavedi. Bir chaqda 4 otliq ketgan yo'li bilan kayniga qaytdi. Nuzugum yana itni dumbisidan besib cho'nqurga yotqizdi-da, o'zimi yenichi yon boshladi. Mo'ng'ullar tarlab ketgan otlarni sovutib yurgandek asta oldirmay kelayotdi. Ular ehtimolum Boyir No'yan Qo'tulliqqa akelgan Uyg'ur qizini tog' tarafga ketdi deb o'ylasa kerak. Shunga ilgirgidek atrofga qarabmi qo'ymaydi. Mo'ng'ullar o'tib ketganda ostuli qutuldim deb o'ylagan Nuzugum o'zini murisidan ig'ir yukni elib tashlagandek his qildi. U yenidagi itning uzun yo'nglarini qo'llari bilan siypab, "Odamlarning xotin japa, ishtivopa degani muros o'xshaydi. Endi o'rnimizdan tursaqmi bo'ladi?" dedi itga qarab. U butun kechada itdan bo'lsa-mu hamroh tepib olganiga bek xush bo'ldi. "Sen menga o'xshash musofir o'xshamamsan. Bo'lmasa yaxshi makoningni tashlab, mening kaynimda senga nima bor deysan? Boyi seni qol desammi qolmading? Qiyna amsi ishkaylan bir-birimizga hamroh bo'lib yo'lga chiqayli. Yaratgan egamning bizga atagan rizqi yaxshiliklari bordi. Men seni buningdan keyinmi bo'ribos deb atay. O'zingmi bo'rni besavolg'udekli yo'g'ongansan." Itmu uning degan so'zlarini uqqandek o'rnidan turib aygashdi. Ular o'yman do'ng yerlarni panohlab yo'lni davomlashtirdi. Nuzugum mo'ng'ullardan qechib qutulishni o'ylagan bilan, ammo nega berib, nada turishni va nima qilishni o'ylamagan edi. Hozir bo'lsa, ulardan qutulib yo'lga chiqqandila atrofni mo'lcharlab, nega berishni bilmay, yana sal tengirqab turib qoldi. "Menga qaraganda sen bu atrofning yer sharoitini yaxshi bilishing mumkin. Bo'ribos, qayoqqa mangimiz? Yo'l boshlig'ini?"
dedi Nuzugum quyruqini shipanglatib turgan itga qarab. Itmu xuddi qayoqqa mangsak bo'ladi ekan degandek beshini ko'tarib tumshuqi bilan o'pjo'rni purab ko'rgandan keyin Nuzugumning oldiga o'tib tövallab mangdi. Dastlab akam bilan boqamni topsaq bo'ladi. Bo'ribos, ularni tashlab yurtimga qanday qaytaman? Sen ularni Mo'ng'ullarning nega avatganini bilmamsan? Nuzugum cho'ng yo'lga chiqqanda xiyollarini yiqqandek atrofga zansilib qaradi. Tunning tinchligini buzib, qayerdandir bir yerlarda ishlarning cho'chigandek havshigan ovozi anglanib qolmasa, oydala umuman jimjit. Kuz fasli boshlanib qolg'achqimi havo salqin tartib qolgan edi. Tog' tarafdan so'qiyotgan shamol borgan seri kuchayib, odamning tanlarini shurkantiradi. Boya qon qiziqida boyirning odamlaridan tezroq yiroq ketishga oldirib, tashvish andisha ichida qolganda badallari isib ketgan Nuzugum amdi bir oz xotirjam bo'lib edi, tariq etib muzlashga boshladi. U qo'lidagi tugunni maydasiga mahkam besib, titrak o'lashgan badanini isitmoqda. Qorong'u kechida suzuk osmondagi yulduzlarmu parqirab alohida yo'riq ko'rinib turadi. Tun qorong'usiga ko'zi o'ginib qolgan Nuzugum yuqori tarafdagi cho'qqisi oqirib turgan taqqimu, to'van tarafdagi cheksiz tuzlanlikimi uzoq qaradi. Tavakkul qilib mengayveray desa, oqsi bilan boqamga qiymaydi. Biroq oqsining men to'g'risida o'ylamay o'zingizni chopsanroq qutuldirishning g'imini qiling. Bo'lmasa, bolalaringizning hammasi Mo'ng'ul bo'ladi degan so'zlarni asga olsa, hech nimani o'ylamayla mengib ketgusi bor. Bu yerda uzoq turish xatarlik. Chopsanroq ketmasa, bir oz vaqtdan keyin tong etib, o'zimi buni ochiqchilikdan ko'zga cheliqib qelishi mumkin. Shunga qanday qilib bo'lsa-mu, bir yerga yoshirinib ulgurishi kerak. U Mo'ng'ini bilan borar yerini aniq bilmaganlikdan tenib yurib, yana Mo'ng'ullarning qo'liga tushib qolarmanmi deb qo'rqatdi. Nuzugum past tarafda qarayib turgan Mo'ng'ul ovuliga yaxshiroq sapsilib qarab, uning chetidagi kigiz uylarni ko'rdi. Nuzugumning beshiga nemishqidir akamni shu yoqqa aketganda qilivedi degan o'y keldida, ko'nglida uning bilan uchrashish istigi uyg'ondi. Ammo eri boqamni bo'lsa, qayoqqa aketganini ko'rgani yo'q. Oksi bilan birga ketsa yaxshi bo'ladi. Ikki odam degan ikki odamda. Ular birga mangan bo'lsa, boqamni tepib olishimi oson edi. Ammo oksining qator turgan bu o'ylarning qaysisida ekanligini kim bilsin? Nuzugum tavakkul qilib shu tarafga berish niyatiga keldida, molchilar ovuliga qarab yo'l oldi. Bo'ri bosmu kaynidan qolmay kelmoqda. Ular ovul chetiga yaqinlashganda sezgur ishlar havshib ketdi. Nuzugum bo'ri bosni quchoqlab, yomg'ir suvidan yar elib ketgan ozgalg'a yoshirinib oldi. Bu yerdan molchilar ovulidagi hamma narsani ko'rish mumkin edi. Shu chog'da boya yo'qirilib ketgan 4 otliq Mo'ng'ul ishlarning o'z tuklarini yugida kavishig'iniga qaramasdan ot choptirib keldida, birdamning ichidala uyqudagi molchilarni o'pir-to'pir qilaverdi. No'yan hammani o'pir-to'pir qilayotgan o'xshamamdi. Ular meni mushu molchilarning uyiga yo'shirinib oldi desa kerak, deb o'yladi Nuzugum. Boyiqa otliq kelganlar molchilarning uyiga qanday oldirash kirgan bo'lsa, sirtqa shundoq oldirash qaytib chiqdi. Ular bilan tangla uydagi boshqa odamlarmu yig'izar oralash varqirishib talog'i chiqdi. Bir chog'da qo'runing chetida yotgan egiz bo'yliq bir odamni 2-3 nökar oldiga silib haydab keldida, uning bosh ko'ziga qamchi bilan urib, varqirab tillashga boshladi. Seningning nega ketganini aytamsan yo'qmi? Nuzugum Uyg'urcha aytilgan so'zlarni anglashi bilanla o'rnidan sakrab turmoqchi bo'lib, yana o'zini tutib oldi. Nökerlarning oldiga silib haydab kelgani Nuzugumning akisi edi. Akam, jinim akam, o'zingning tartquliqing ozdek, endi mening japoyimni tortadigan bo'ldim. U varqirvatmay deb og'zini olqini bilan mahkam besib yepib oldi. Ikki ko'zidan bo'lsa, taram-taram yosh oqatdi. Agar rostini aytmaydigan bo'lsam, bo'yningni chujuning bo'ynini uzgandek uzib tashlaymiz. Mo'ng'ullar Abdullaning dumbisiga qamchi bilan urishga boshladi. Nuzugumning teni sirqirab og'rib ketdi. U bir necha qitim o'rnidan sakrab turib, oksini urib atgan dushmanlarga, "Sadi senlarga men kerak bo'lsam, mana
Meni senla bo'lib yeysangmi yeyish, lekin akamga qo'l tekkizgichi bo'lma. deb varqirmoqchi bo'ldi-da, lekin yana akasining aytgan so'zlarini eslab to'xtab qoldi. U yenidagi ishning uzun yunglarini mahkam siqimdab tutgan holda tishini tishiga qo'yib o'ltirdi. Ishitmu quloqlarini dingaytib, qo'y qo'rosi tarafda yuz berayotgan tarafga qarab yotadi. U Abdullaning badaniga qamchi urilganda varqirib yetishga orom turgan Nuzugumning ahvolini tushungandek bo'ladi. Seningning nega qochqinni aytmasang, mana amsa sana. Nuzugum men bilan emas, sizlar bilan qoldi-ku. Uning qayerga ketganini men nereden bilay? Yo'g'on qo'rsoq Mo'ng'ul Abdullaning bosh ko'ziga urishga boshlaganda Nuzugum chidayolmay qoldi. U olqini bilan ko'zini mahkam etib o'rnidan turishga tamshalganda Bo'riboz uni yugurdikan deb qoldi muqandaq ozgaldin bururoq sakrab chiqdi-da Mo'ng'ullarga qarab etildi. Nuzugum ishlar to'g'riliq har xil gaplarni anglaganu, ammo o'zini tonimaydigan ishni mundaq qiladi deb o'ylamagan. U ilgari keyin ko'rib boqmagan bu ishning harakatini boshqalarga aytib bersimi hech kim ishonmaydi. Mundaq voqealar faqat cho'chaklarda bo'lishi mumkin. Ammo u bu qitim Nuzugumning ko'z oldida yuz berdi. Qo'rqib ketgan Nuzugum nima qilishini bilmay og'zini ochgan paytda qarab turib qoldi. U ya itqa varqirishini, ya o'zimi o'rnidan turib uning kaynidan yugurishini bilmaydi. Qarang'uda Mo'ng'ullarga etilib borgan it cho'ridab turgan odamlarning o'ttirsini qoq yerib o'tdi-da, Abdullani urayotgan yo'g'on qo'rsoqning dumbisiga sakrab uning gechkisidan oldi. Tuyuqsiz etilib kelgan ishdan cho'chigan odamlar o'zini chetga elib qaytishdi. Ish bo'lsa, yo'g'on qo'rsoq Mo'ng'ulni yerga besib elib, uning kiyimlarini yulib tolmoqda. Beshini ishchiga tiqib tugilinib yetib olgan yo'g'on qo'rsoq ovozining boricha varqirab tillab nimalarnidir demoqda. Ammo u qancha varqirab tilligini bilan cho'rda turganlarning hech qaysisi uni qutuldirib olish uchun ishga yaqin berishga jur'at qila olmadi. Faqat otning ustiga chiqib olganlarla qamchilarini pulanglatib ishni qo'g'lashga boshladi. Kimdir biri yo'g'on tayoq bilan ishning beshiga urib-etdi. Shu chaqdala ishning ovozi besildi. Tayoq ikkinchi qaytim tekkanda it bo'lakchili konshib ketdi. Qattiq urib etdi-da, dedi cho'nqur nafas elib Nuzugum. Ikkinchi qaytim beshiga tekkan tayoqdan jini qoqshab konshigan it bir putini so'rab chetga qochdi. Ot minib olgan Mo'ng'ullar shunini ko'rib turgandek qamchilarini pulangshitib varqirab, qattiq tekkan tayoqning zarbasidan o'ngshil olmay qochgan itni kayni-kayindan qo'g'lab urishga boshladi. It qattiq konshib hovushida bir chaqda uni butunlay chiqmay qoldi. Bechorini o'ldirib etdi-ku deyman. U it menga yar yo'lak bo'laman deb oxir o'libmi ketdi, deb o'yladi Nuzugum qorong'uda g'ilpol ko'ringan itning kaynidan xiylig'icha ko'zini uzmay. Hay itning bolalari, mayay kelish. Senlarga uning kaynida to'g'rimi deyman. Texicha o'rnidan qo'zg'ala olmay yerda yotgan yo'g'on qo'rsoq Mo'ng'ulning g'orong-g'urung chiqqan ovozi anglangandan keyin itni qo'g'lab manganlar orqasiga qaytishdi va otlaridan tushib yerda yotgan Mo'ng'ulni o'rnidan turg'izdi. Mo'nining putqulni bog'lab, Noyanning oldiga ep beringlar. Singlisining nega ketganini bu yerda aytmagani bilan Noyanning oldida voyjon deb aytib qola. Men uning ishtiq talatganning qanday bo'ladiganligini bir ko'rsatib qo'yay. Noyanning odamlaridan bir nechisi Abdullaning put-qo'llarini bog'lab, uni otga ortib mangdi. Yana bir nechisi ishtiqqa talangan Mo'ng'ulni qo'ltiqidan yo'lab aytig'i mintirdi. Jinim akam, men mükünni bilib, tartqılıqning hammasini sen tartadigan bo'ldim. Seni mushularga urg'izib xar qilgan betalay singlingni kechir. Nuzugum yuzini olqini bilan yopdi-da, o'ksib yig'lig'ili turdi. Uni bazligudek odam bo'lmag'ini uchunmi yoki necha vaqtdan beri ichiga to'shib ketgan dard alam kuchayib ketdimi, xeyli vaqtgacha o'pkisini bosolmay qoldi. U o'zining bu yerda ekanligini mo'lchilarning ishlari sezib qolsa oshkoralanib qolishini o'yladi-mu, darhol ko'z yoshlarini surtib o'rnidan turdi-da, ko'ngligini qiqishtirib, yuz ko'zini yepib olgan chechini tuzidi. Osmonning sharqi tarafidan qizirib chiqqan oy yangidan ufqqa o'zining sarg'ush nurlarini chechib ko'tarib-o'tadi. Atrof ilgirkiga qaraganda xeyli yo'rib qolgan edi.
Әмді аксini qutuldirishga chamisi kelmaydiganligini bilgan Nozugum yo'ruq tushkicha bir yerga berib yo'shirnib olmasam bo'lmas degan o'yga keldida yana cho'ng yo'lga chiqib tövallab ketdi. U ishtik mo'ng'ay deb qancha oldirg'ini bilan boya Mo'ng'ul kelinchaklari kiydirib qo'ygan uzun ko'nglik tizig'i urilib kashili qilavatadi. Shundaq bo'lsa-mu, u xeyli yergacha yugurgandek mo'ngdi. Osmonga egiz ko'tarilgan oy atrofdagi hamma narsani xuddi kunduzdagiga o'xshash yo'ritib turadi. Bosh oxiri yo'q tuzlangda ko'zga cheliqqudek hech narsa yo'q. Bu atrofda kishilarning ko'zidan yo'shirung'idek saychira, o'yman cho'nqur ko'rinmaydi. Ko'z uchida bir narsalar qaraygandek qiladi. Uni odam bo'lib qolmasaydi deb o'ylagan Nuzugumning yuragi qattiq so'qishga boshladi. Ammo yaqinroq kelganda bu narsaning bir tub yulg'un yoki chig' ekanligini bilganda ko'ngli xotirjam bo'lib qoladi. Nuzugum tong suzilgicha kishilar ko'rinmaydigan biror doldini tepib yo'shirnib olay deb yuz ko'zidan tar qo'yilib eqiyotganiga qaramay yugurib ketavatadi. Bir chog'da poyonsiz yayloqlar, chimliqlar oziyib, u yer bu yerda o'sgan tollar paydo bo'lishga boshladi. Mo'ng'ullar Tangri tog'ning bag'ridagi tabiati go'zal, o't cho'pi mo'l yerlarga makonlashgan edi. Ufuqdan kun chiqib kelayotgachqa, uning ko'z oldidagi yerlar xuddi yeshil duxovi yeyib qo'ygandek tovlanib ketdi. Qo'yuq o'sgan o't cho'pi odamning putiga yumshoq tegadigan bu yerlarda beshini qanotining ostiga tiqib, to'p-to'pi bilan beg'am uxlayotgan oqqularni ko'rindi. Ular o'zlarining tinchligini buzib, jimjit dalada paydo bo'lgan odamni ko'rganda, uni yoqtirmagandek erinchaklik bilan bir oz yergacha yo'rg'ilab mongdida, ondan biridan keyin biri eg'ir tallarini orolga ko'tarib osmonga uchdi. Kechining bu yani tinchlik qo'ynida uxlayotgan dala birdamning ichida harakatga kelib, o'pir-to'pir bo'lib ketdi. Yo'g'an qanotlarini kerib uchgan oqqular osmon gumbizida qandaqdir bir yo'g'an yostiq qop yerilib, uning paylari to'zib ketgandek parvoz qilishga boshladi. Hayotida bunchalik nurg'un oqquning to'plashib uchqanini ko'rmagan Nuzugum ularga hayron bo'lib qarab qo'ydi. Mushu paytda u o'zining qechib mo'kinib yurganini unutib, to'pisida parvoz qilib yurgan oqqularga mahliya bo'lib qoldi. Qashqardan chiqqandan beri doim g'am qayg'udan bosh ko'tarmay ruhi tushib yurgachga bir daqiqa bo'lsa-mu kayfi ko'tarilib, o'y armonlarimi oshu qushlarga o'xshash qanotlanib ketdi. Boya bir chaqdala jinidan kechib o'limga bel bog'liqanligini unutib, hayot kechirishning naqadar qiziq ekanligini esiga oldi. O'zlarining tinch makonida tasodifiy paydo bo'lgan odamdan urkib uchgan qushlar Nuzugumning ko'zlarini qamashtirib, borgan seri quyoshga yaqinlab ketayotgandek bara-bara kichik bo'lib ko'rindi-da, bir kamda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Atrofni yana ilgirkidekla jimjitlik bosdi. Nuzugumning ko'ngli qushlarni ko'rib xeyli xush bo'lib qelaverdi, amdi uni burunqidekla qo'rqinchli sezimlar chirmab oldi. Onunğa hazır oqqular osmonga ko'tarilgan chimliq to'piliklardan Mo'ng'ullar chiqib qoladigandek tuyulatdi. U amdi hamma narsa olaqanda turgandek ko'rinadigan bu tuzlangdan tezroq ketib, yiroqdan ko'rinib turgan o'rmonlikqa yetib olish uchun oldirdi. U faqat kun ufuqqa arg'amchi bo'yi ko'tarilgandila, dal daraxi bor bir yerga ulashdida, birinchi uchrashgan daraxtning daldisida birpas uxlab olishni o'yladi. Biroq bu yerga yetib kelganda o'tgan kechgan odamlarning ko'ziga cheliqib qilishidan ansirab texamu ichkirilab mandi. Egizliki odamning tizig'icha keladigan o't cho'plar texichila yop-yeshil turadi. U bir oz mang'andan keyin to'shqan, tulkiga o'xshash yovvoyi hayvonlar solgan inchki yo'lga tushdida qo'yuq tolliqlarning orasi bilan teximu ichkiriladi. Yo'lning ba'zi yerlarini to'r bog'lab ketganiga qaraganda ko'p vaqtdan beri bu yerda hech kim mangmaganda qiladi. Bir qo'lida kiyimlari o'ralgan tugunni tutib, yana bir qo'li bilan beshig'i taqashgan shox-shumbularni qayirib ketib borgan Nuzugum xeyli yergacha mengib to'xtadi-da, putining kuch-quvvati tugab ketgachga yo'lning chetidagi cho'pga o'ltirib qoldi.
lekin shu chaqda nimadir bir narsaning shaldirlagan ovozi anglandi. Nuzugum o'rnidan turib qochmoqchi bo'lib edi, putining mag'duri qalmag'achqa yer dastab turolmadi. Shundaq bo'lsa-mu, atrofga sagaklik bilan quloq soldi. Boyiqi shaldirlagan ovoz texmo yiqilib kelayotgandek bilindi. Shu chaqda tollarning uchi silkinib, bir jup qirg'avul qanotlarini qiqib osmonga ko'tarildi. Nuzugum shu chaqdala yuragi o'rniga tushib, yenik nafas oldi va qo'ltiqiga qisib olgan tugunini beshiga qo'yib yenicha yotdi. Necha kundan beri yo'l azobini tortib qiynalgan. Uning ustiga kechichi kirpiq qoqmay qechib herib ketgan Nuzugum amdi o'rmon ichidagi har qanday ovozni anglasimi ko'zini ochmadi. U ko'zning optipi teniga xush yiqib, birdamdala uygi bo'shishib qattiq uyquga ketdi. Bu chaqda ufuqqa egiz ko'tarilgan kunmu necha vaqtdan beri to'zuk harduq olmagan juvonning ko'ngliga orom beg'ishlab, uni muzlatib qo'ymay degandek o'z nurini oyimay chashmoqda edi. Nuzugum shu uxlagan peticha to kechkirib degar mazgili bo'lganda biroq uyg'ondi. U ko'zini uvlab xeyli vaqtgacha o'zining nega kelib qolganini bilolmay atrofga sapselib yotdi-da, ondan o'rnidan turib kiyimlarini qiqishtirdi. Tol va terakning yo'pirmoqlari bilan o't-cho'plar choplashib ketgan chechini kayniga qayirib to'zidi. Salqin shamol teniga orom berib, bo'y-basti burunqidek tetiklashib qoldi. Lekin necha vaqtdan beri tuzukrak bir narsa yemagachga kekirtaklari qurib, qo'rsaqlari tortishgandek bo'ldi. Ammo yegudak hech nimasi yo'q edi. Koshki biror parcha non bo'lsa-chi. Mundaq bo'larni bilsam, oqshomgi go'shtlardan biror parcha ilib olakanman, deb o'yladi Nuzugum. Uning ko'ziga Boyir Noyanning uyidagi kelinchaklarning yo'g'on tovoqda akirgan go'shtlari ko'rinib, puroqlari dimoqlarini g'idiqlab, ishtahosini qo'zg'ashga boshladi. U qanday qilsam bo'ladigan degandek o'zini qo'rshab turgan daraxtlarga mo'nglinib ko'z tashladi. Bir chaqda uning ko'zlari seriqtab g'azon bo'lishga boshlagan yo'pirmoqlar orasida sarg'ayib turgan bir tal nashputni ko'rib qoldi. U ko'zlariga ishonmay, buni rost ko'ryapmanmi, yolg'onmi degandek yana zan silib qaradi. Yo'q, rostkan. Ko'ringan nashput bir emas, bir necha talkan. Rostili yaratgan egam bandisini rizqsiz yaratmaydigan o'xshaydi. Bo'lmasa bu aydalardagi to'qayliqda nashput nemish qilsin, deb o'ylagan Nuzugum o'rnidan qo'zg'ilib nashput darxining yeniga keldi. Va qo'li yetgan shaxtiki ikki tal nashputni uzib oldi-da, go'yo chopsonroq yevolmasa qo'lidan biri tortib oladigandek oldirab yeyishga boshladi. Yo'q nashput Qashqar taraflaridagi nashputlarga qaraganda sal kichikroq bo'lsa-mu, lekin chuchumal va suluq edi. U yana bo'yi yetgudak daraxtlarga qo'l sunib nashput uzib yedi. Bu yerda nashput daraxti ko'p ekan. Nuzugum Tangri tog'ning bu tarafida mundaq mevalar bo'ladi deb hargiz o'ylamagan edi. U o'rmon ichida ketib yetib, nashput daraxidan boshqa yova olmalarni uchratdi. Bu chaq kuz faslining to'lqin to'kdi mazgili bo'lg'achqimi yoki bu atrofga odamlar oz kelamdi, aytavur olma nashputlar daraxtlarning shoxlarida munchoqdek tizilib turadi. Ularning yerga tushib sesib chirishga boshlaganlari shuncha ko'p. Tabiat boyligi degan boshqacha o'xshamamdi. Menga o'xshash ig'ir qismatlarga uchrab, bu yerlarga kelib qolgan odamlar oziq tuligi bo'lmasa-mu ochdan o'lmaydi ekan, dedi u o'z-o'ziga. Nuzugum nashput bilan olma yeb qo'rsqini to'yg'izgandan keyin pashmatini cho'pning ustiga selib namoz o'qishga boshladi. Yo'lga chiqqandan beri dakuduki ichida yurib, oromxuda o'ltirib namoz o'tmasla bo'lib ketaverdi. Hozir uni oldirtayotgan hech kim yo'q. Atrof jimjit. Faqat kechkuzning optipida yerga tushib sesishga boshlagan mevalarning shirnisiga o'lashgan harlarning g'ingildashlari anglanib turadi. U namozini oldirmay o'tib, atrofga tekshib bir qaradi. Hech kimni ko'rmadi.
Shundaq bo'lsa-mu, tuyuqsiz birlariga ko'rinib qolmay degan o'yda o'zini tollarning daldisiga elib yo'lini davomlashtirdi. O'zimu kechicha qon qiziqida tövanga qarab yuguraverib bir talay yerga ketgan edi. Qochqan yeri ko'rinmasa-mu, lekin uning janubidagi tog'lar bilan edir qirlar cho'qchiyib, ko'zga alohida cheliqib turadi. Nuzugum o'tgan kuni Mo'ng'ullar o'zini akalgan yo'ldan yiroq ketmay qibliga qarab maqdi. Bir chaqda dastlab osta, ondan borgan seri yiqilib kelayotgan ot tuyoqlarining toshqi tegishlari, yog'och chaqliq harvining g'ijirlashlari anglandi. U darhol o'zini tollarning daldisiga elib, yana to'qayliqning ichiga kirib ketdi. Uning ko'ngliga bular yana meni izlab chiqqan odamlar bo'lmasin degan o'y keldida, qilin egiz o'sgan o'tchup orasiga kirib yetib oldi. Nuzugum harvalar uzab ketganda o'rnidan turib, "Endi qanday qilishim kerak?" degandek o'ylanib qoldi. U kunduzi cho'ng yo'lga chiqish turmoq, uningga yaqin yerda turishning o'zimi xatarlik ekanligini his qildi. Shunga u ko'z bog'langicha mushi yerda yetib turib, qorong'u tushganda mengishni qaror qildi. Shuning bilan kunduzi uxlagan yeriga keldi. Uningga nemish qudur olamda buningdan boshqa xotirjam yer yo'qdek sezildi. Havomi salqin tartib, tog' tarafdan sovuq shamol so'qishga boshladi. Xeyli vaqtgacha o'y xiyolidan mahrum bo'lgan odamdek jim o'ltirgan Nuzugum chavi chatqal o'ymon cho'nqurlarda hech narsaga qaramay yugurib monganda tikanlar sizib qonitivatgan put qo'llarini siypadi. To'xuning teniga o'xshash ushoq bo'rtib ketgan putlariga olqini tekkanda badallari nima uchundir bo'shishib ketdi. Necha vaqtlardan beri cheriklarning qilish nayzlari ostida yurib, o'zini mundoq erkin sezmagan Nuzugum hozir ozodlikka chiqib qolganidan xush edi. Yaratgan egamning mushu yaxshiliklariga men qadri shukri. Mening bilan bu yoqqa palanganlarning birari mundoq kunlarga yetmadi tayinliq. Hozir ularning hammasi Mo'ng'ullar bilan Manjularning iskanchisiga tushib, ularning tomiqini etib, bolalarini beqib yuradigandu. Deb o'z ko'nglini o'zi xush qilibmi qo'yatdi. U endi tunugun tushidagidek uchrashib, yana g'oyib bo'lgan Boqanni esladi. U so'ygan yori Boqan bilan bari yo'qi 4 yil birga turdi. Hozir o'ylab baqsa, bu yillar 4 kundakli o'tib ketibdi. Hozir shu kunlarning yodnomasi bo'lib, uning xotirasida Boqan bilan bosh qo'ygan kechsili saqlanib qopti. Nuzugum u chaqlarda bek uyatchan bo'lg'achqimi, uningga shu kechsi g'alitili sezilgan edi. Lekin so'ygan yigiti bilan uy o'chaqliq bo'lganligiga intayin xushal bo'lib, o'zini to'limu baxtlikman deb o'ylagan edi. Baxt deganmi, inson bolasiga qisqa vaqtga beriladigan o'xshaydi. Odamlarning hammasi bu baxtga erishish uchun jafo mushaqqatli tortib o'tsa kerak. Nuzugum shoxlariga uv solgan yo'g'on tolning daldisida o'ltirib, mushunda xulosiga keldi. Ammo o'sha ko'zlagan baxtga erishganda shuncha vaqt tortgan jafolar bir kuncha bilinmaydi ekan. Bu judolikning naqadar og'ir ekanligini faqat endi sezdi. Ilgari erini birar juma ko'rmasa, o'zini zoda uningsiz yashay olmaydigandek, uning yo'liga tashna bo'lib qaraydi. Boqan Jahongir xo'janing g'alyoniga qatnashib, uzoq vaqt Manjular bilan jang qilib yurganda, Nuzugum uning hayotidan qattiq ansirgan edi. Boqanning qo'llari Mo'ng'ullar tarafidan bog'langanligini ko'rgandimi, chidab tura olmadi. Kutgan odaming sening umidingni aldab, bir ko'rinibli yo'q bo'lsa, bu hammadan og'ir ekan. Ko'rinmasa yana boshqa gap edi. Nuzugumning ko'ngli bo'shishib, qalbini qandoqdir bir o'tliq sezim oralab o'tdi. Boqanning kang quchqiga kirib, birdan bo'lsa-mu lazzatlanishni orzu qildi. Lekin uni nadan topdi? Nuzugum ixtiyorsiz cho'nqur nafas elib tortdi-da, o'rnidan turib atrofga sinchilab qarab chiqdi. O'pcho'rida tirik banda ko'rinmaydi. Mistovoqdek seriqtab uvusiga yiqilib kelayotgan kun qo'tallashib, osmonning g'arb tarafi tumonlashib qolgan edi.
Hava buzulmayotganda sharmanda qilib, yomg'ir yeshin boshlanib, judun chopqinning ostida qolmag'aydim, deb o'yladi u va kiyim-kechaklari chegilgan tugunni qo'liga oldi. Ondan uzun chechini beshiga o'rab, ustidan to'pisini bostirib kiydi-da, boyatdan beri serib o'ltirgan tasvisini maxmal pashmatining yonchuqiga silib yo'lga chiqdi. U cho'ng yo'lga chiqishdan qo'rqib, qilin o'sgan tallani va olma o'rik daraxtlarini oralab mangdi. Bu chaqdimi ko'k osmonmu qoramtul tusga kirib, uning bag'rida bo'zirib turgan bulutlar kunning nurida beg'ir rangga aylanib, asta-asta o'zib boradi. Janubdagi tog' tizimlari qoptallaridagi saychiroqlar borgan seri qorong'ulashmoqda edi. Uning aksicha kun nurida oqirib turgan tog' cho'qqilari kumush kabi parqirab, borgancha egizlab ketayotgandek seziladi. Ba'zi Mo'ng'ul ovullaridan chiqqan islar oncha egiz ko'tarilmay yeyilib ketadi. Tangirtaq tarafning bu kichik ko'rinishiga alohida sapsilib qaragan Nuzugum kunning yo'riqida nega mengishi lozimligini mo'ljarlamoqda. U kelayotgan yer xeylili egizdek qiladi. Bu yerdan Ili daryosi o'ltirayotgan kunning kechki shafaqida simobdek parqirab aniq ko'rinib turadi. Hatto Junqar teg'idan eqib chiqib, daryoga qo'yiladigan cho'ng eqillarmu kun nurida julalanib turadi. Ikki tog'ning o'ttirisida sharqdan g'arbga oqadigan Ili daryosi xuddi g'ilobdan chiqarib qo'yilgan shamshar qilichga o'xshaydi. Nuzugum dunyoning jannati mushu daryo eqib berib, kun nuriga chilashgan yerdimikin deb o'yladi. Chunki u bu tarafga kelgandan beri talay yerlarni, talay odamlarni ko'rdi. Ammo ularning hammasila o'zini ajdahodek sumirib yetishga tayyor turgandek bilinadi. Uning ko'ngliga shu Ili daryosi eqib berib qo'yiladigan yoqlarga kelsam qandoq bo'ladi-ekin? Balki u yoqlarda yaxshi odamlar bordi. Qashqar tarafdan birga kelgan qiz-juvonlarning ko'pchiligi shu daryo vodisidagi G'uljit havasida qolgandi. Xudo o'nglab, ular bilan uchrashib qolsam, Qashqar tarafga ketgila hamroh bo'g'idek birari tepilibmi qola, deganmi o'y keldi. Nuzugum ko'z bog'lanib, atrofga qorong'u tushgandala cho'ng yo'lga chiqib mangdi. Qorong'u kechada o'zi yolg'iz mengib ko'rmagan bu juvonni odatdagi chaqlarda bu yerga akilib tashlavatgan bo'lsa, yuragi yerilibmi ketar edi. Ammo hozir xuddi mushu yerda tug'ilib o'sgandek hech nimadan qo'rqmay ishonchlik mongmoqda. U to'qayliq tarafdan anglanib qoladigan hayvonlarning dahshatlik ovozlaridanmi ancha qo'rqib ketmaydi. Uning uchun 4 putliq yirtqich hayvonlardan ko'ra 2 putliq hayvonlar intayin dahshatlik va qo'rqinchli edi. U har qanday narsaga uchirsam uchray, ammo 2 putliq odamlarga uchrashdan Xudo saqlasin deydi. Birar yeri Mo'ng'ul uchrab qolsa-ku, totlab tishlab bo'lsa-mu, bo'y bermasman deb kamzulining ishtiyanchuqida go'har saqlagandek saqlab kelayotgan g'ilobdagi xanjirni tutib silab qo'yadi. Kishilarning boshqa kelganda botir bo'ladi deganiga o'xshash cho'l bayovallarda yolg'iz kelayotgan Nuzugum 2 kunni o'tkazibdi. Lekin Mo'ng'ul amaldorlarga qul bo'lgandan ko'ra, o'rmon to'qayning ichida mushundaq yolg'iz yurgan yaxshi ekan. Uning irodasi hukmronlar changilidan qutulib chiqqandan keyin texmu chingidi. Agar inson bolasi balni ching bog'lab kurash qilsa, o'ylagan armonlarga yetmay qolmaydigan o'xshaydi degan umidi kuchaydi. Shunglashqa u shu yaxshi kunlarga chopsonroq yetishga intiladi. Cho'ng yulduzdan chiqqandan beri tövallab kelayotgan yo'l borgan seri g'arbga burilib, edir qirlardan eshib ketaveradi. Nuzugum bir baldan oshsa, ikkinchi balga o'lishadi. Ba'zida oncha egiz emas tog'larning jiralaridan eqib chiqqan suvlarga uchrab qoladi. Va bu suvlarni oyig'ini yashmayli kechib o'tib, yo'lini davomlashtiradi. Uning barliq o'y fikri yerga yo'riq tushkicha Mo'ng'ullarning ko'ziga ko'rinmay, Uyg'urlar yashaydigan yerga yetib olish.
Kunduzi odamlarning oyig'i tegmagan dalda yerlarda yoshirinib, kechsi tong otqucha to'xtamay mengib uzun yo'llarni keynida qoldirgan Nuzugum bugun oqshom Koni gumbaz va eski tomlarning oralaridan o'tdi. Ilgirgidek poyonsiz tuzlanglarning o'rniga ochliq terilgan etizliqlar uchrashqa boshladi. Shuningga qaraganda yaqin atrofda mahallalar bor o'xshaydi. U tog'ning kayni yangidan bo'zirib kelayotganda o'ng tarafida qarayib turgan kichkina mahallani ko'rdi-da, bu yerda Uyg'urlar bo'lsa kerak degan o'yga kelib, chetdagi uylarning biriga kirib panohlanmoqchi bo'ldi. Ammo biror yomon odamning ko'ziga cheliqib qolsam, Noyanning odamlari o'zimni qo'lga tushirganni ozdab, bu mahalladagi bechoralarni xonavayron qilib atmasin degan o'yga keldi-da, zamonning tinchligida neriroq ketay deb mahallaning to'van tarafidan oylinib o'tdi. Bu chog'da sharq taraf suzilib tong etishga boshlagan edi. Nuzugum yana bir oz yergacha yo'lsiz yerlardan yo'l echib mongdi-da, po'piklari tulkining quyruqidek sog'irib ketgan qo'mushliqning ichiga ichkirilib kirib yo'shirindi. U bugunmu yerga qorong'i tushishi bilan Ili daryosiga ulashdi. Atrofida tol, jigida, ujmi daraxtlari qo'yuq o'sgan daryoning suyi tortilib, qirg'iqadan xeylili tuvallab ketgan edi. Lekin shuningga qaramay, asrlar bo'yi eqib kelayotgan bu daryo atrofidagi qumsongi to'pini yilma-yil yalab, uyib, o'z kirvaklarini bir necha qitim o'zgartib, u yer bu yerda ko'plagan ushoq orollarni paydo qilgan edi. Nuzugum necha kundan beri mushi daryo bo'yiga tinch omon yetib berishga oldirisimu, amdi uning bo'yiga kelganda o'zini ufqqa tirilib qolgandek his qildi. Bir tarafdan uningga sog' salomat yetib olganiga xushal bo'lsa, yana bir tarafdan buningdan neri nagi berishini bilmaydi. Nuzugum daryodan o'tadigan yer izlagandek uning qirg'iqini yoqilib xeyli yergacha mengib ko'rdi. Lekin o'z qinini Tangritog' bilan Jungar teg'ining soy jiralaridan o'rkashlab eqib chiqqan suvlar bilan to'ldirgan bu daryodan o'tishga ko'zi yetmadi. Onunğa ilgari dunyodagi eng cho'ng daryo Tuman daryosidek seziladi. Yoz kunlari o'g'il bolalar bilan baslashib bu daryodan uzibmi o'tgan edi. Lekin Ili daryosi Tuman daryosidan bir necha hassa cho'ng ekan. Qashqardan polinib G'uljiga kelganda qo'mush bog'larini bir-biriga chetib yasalgan yalpoq kemida bu daryodan birdamdala o'tib ketganda qilavedi. Hozir bo'lsa, u qo'mush kemining qayerda ekanligini bilmaydi. Izlab topgan taqdirdami u yerga berish mumkin emas. Endi nima qilish kerak? Uningga agar mushi daryoga tushib oqsila, o'zini hech kimga tutqizmay qutulib ketadigandek seziladi. Bundaq sho'x daryoga bo'lsa, o'g'il bolaning o'g'il bolasi tushmasa, ko'rgala odam tushalmaydi. Nuzugum daryo bo'yida bosh oyig'i yo'q xiyollarga berilib uzoq o'ltirdi. Keyin o'rnidan turib daryo yoqilab atrofni chorladi. Qo'mushliqdan onchi bola yiroq emas yerda onda sanda qo'g'inchilarning kapilari, o'g'sillarida cho'p qo'raylar o'sib ketgan kuzlaklar ko'zga tushib qoladi. Lekin u yerlarda odam qarisi ko'rinmaydi. Hurmatli radio anglag'uchilar, Yazg'uchi Turg'an To'xtamning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nuzugum nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Bu chantoni ortqa ortinglar. Uning shundoq ativorliq noyonga vafo qilmay qochqanligi jinoyat. Shuni o'z uvoli o'ziga. Buni Shisan Taloyi ularning birini qo'ymi Abdulloh xotin qilib yurdi-ku. Shunga endi Nuzugumni shuningga beraylik. U boyir noyan kelguncha Nuzugumni qul qilib ishiltamdi yoki xotin qilamdi, o'zi bilsin.